Moskvadan ish so'ragan aka singillarimizga 30 ta odamga ishni zo'rini topib qo'ydim. Oyligi o'zbek so'miga attiga 24 million so'm. Rossiya rubliga oladigan bo'lsak 175 ming rubl. Dollarga oladigan bo'lsak 2000 dollargacha ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Undan tashqari kompaniya sizga yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, to'lovlar, o'dimlarni bir mahal albatta mutlaqo tekin beradi desam like bosasizlar. Unday bo'lsa tezda like bosingda va videoni oxirigacha ko'rib, videoni musofirda Moskvada ish qidirib yurgan tanishlariga so'roshni yuborib qo'yinglar. Har xil behayo narsalarga like bosavermasin. Mana shunaqa mehnatimizni, eng qizig'i tekin mehnatimizni qadrlab bir donagina like bosib qo'yinglar. Jalka emas-ku. Demak biz boshladik. Yotoqxona sharoitini ko'raylik deganlar uchun mana sizlarga maxsus o'sha yotoqxonani ko'ryapsizlar. Haqiqiy qasr bemalol keseli bo'ladi va mana yotoq sharoitlari ichkaridagi uslovlarni o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deb o'zingizlar uchun ko'rsatyapman. Juda ham ozoda, hamma narsa yaxshi tutilgan bu yerda va yangi holati juda ham zo'r. Barcha uslovlar bor. Kir mashina deysizmi, xolodilnik deysizmi, rakvinalarni eng so'nggi rusumda va zo'r jihozlab qo'yilgan dushlargacha bor jigarlar. Assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun sizlarga Moskvani o'zidan, ya'niki Moskvadan rayon Troyskdan ishni zo'rini topib qo'ydim. Metroda ham borsa bo'ladi. Metrodan keyin 906 avtobus boradi. Bemalol o'sha joygacha yetib olib boradi. Troysk rayonida. Moskva yoki oblast patenti bo'lishi shart. Moskva yoki Moskovskiy oblastda yurgan aka singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, faqat erkaklarga 18 yoshdan 50 yoshgacha kompletoshlik vakansiyasi bor. Bu Yandex Sortirovочный sentr markazida, skalatida kompletoshlik vakansiyasi. Ya'ni bu yerda sizlar tezda yordamda tovar yig'asizlar, ish o'rgatiladi. Birinchi 3 kuningiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi, ya'ni 3 kun ish kuni sizlarga stajirovka bo'ladi. Mutlaqo bepul desam xato bo'ladi, chunki Rossiyada ofitsialniy kompaniyalar bepulga stajirovka qildirmaydi. Kuniga 4000 rubldan beradi, shunchaki borib stajirovka ish o'rganganingizga. 4-kundan siz o'sha obyomga chiqasiz, 4000 rubldan 7000 rublgacha. Shuning uchun men aytib o'tdim, oyliga 175 ming 200 ming rublgacha va bu degani obyomga bemalol normalni soqi qilsa bo'ladi degani jigarlar. Bu endi hamma ham qila olmaydi, lekin ishlagan tishlaydi. Xullas kuniga minimum 4000 dan ishlagan taqdirda ham 1,5 dollar oylik naqd degani. Kompaniya sizga yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, to'lovlar, o'dimlarni albatta kompaniya mutlaqo tekin qilib qo'ygan. Yana qanday sharoit kerak? Yoshi ham 45 emas, 50 gacha. Faqat erkaklar. Ayollar qayerdan ish topamiz degan bo'lsalar, kommentariyada birinchi silkada Zuhurda musofir Telegram kanali bor. O'sha joyga o'tinglar, men sizlarga zo'r ishlarni tashlab qo'yganman. Demak, oyliklari bir oyda bir marta, ish grafigi 6 ga 1, 6 kun ish 1 kundan ish nashnoi smenada 9 dan 9 gacha. Jigarlar, kim agar ishlayman, xohlayman mana shunaqa nashnoi smenani 6 ga 1 grafik menga ustuvor qiladi, oyligi ham yaxshi ekan, 4000 rubl eng kam ekan, boraman deydigan bo'lsalar, nomerlar turibdi. Telegram Max promodan aloqaga chiqasizlar, ismi Olga. Faqat bu ruskiy firma, to'g'ri tushuninglar, dokumentsiz qabul qilmaydi. O'zbekistondan kelib bo'lmaydi. O'zbekistondan kelsa bo'ladi, kelib turib dokument qilib keyin murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zbekistondan sizlarni kelib yotoqqa joylab unaqa sharoit yo'q. Faqat qo'lida naqd ishlashga, ofitsialniy ishlashga dokument borlarni qabul qiladi. Shuning uchun bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Dokumenti bor akalarimiz pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yana nima? Yotoq joylarning sharoitini ko'rsatdim. Mana shunaqa, mana shu lyuks yotoqxonalar jigarlar bemalol maza qilib yashasa bo'ladi va u joyda hamma narsa yotoqxona, registratsiyasi bepul jigarlar. Faqat sizlardan ishlash qoldi xolos. Kimga ishimiz tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki ma'lumot kam bo'lib qolgan bo'lsa, nomerlardan telefon qilib olishingiz mumkin. Aniq adres lokatsiyalar ham mana shu ekrandagi nomerlarda jigarlar. Oyliga ishonchli, glavnisi shu. Qolgan hech narsaga ikkilanmang. Mana shu videoni tanishlaringiz, Moskva yoki oblastda ish qidirib yurgan birodarlaringizga jo'natib qo'ying. Boshqa viloyatdan keladiganlar kelib turib perevod qilib keyin murojaat qilishingiz mumkin. Boshqa viloyatdan kelsa ham bo'ladi albatta. Xullas, mana shunaqa oldi qochdi gaplar jigarlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa cho'tki ishlarni birinchi bo'lib sizlar uchun taqdim etib boramiz. Sog' bo'ling, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.